normada ichaklarimiz mana shunday holatda joylashgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu ingichka ichaklarimiz, 12 barmoqli bu esa bizning yo'g'on ichagimiz va bizni mana bu yerda matkamizda joylashgan. Mana bu bizning matkamiz. Bu esa bizning CD qopimiz. Nima uchun biz aynan ichaklar tushish haqida gapiramiz? Ko'pchilik ayollarimiz yetarlicha sog'lom turmush tarziga ahamiyat berishmaydi. Bu axlat bizani bachadonimizni ezilib qolishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik ayollar aytadi, "Oxir ko'tarmaganman" deydi. "Ko'p bola tug'maganman, hech narsa bo'lmagan. Nimaga mana bachadonim tushib qolyapti?" deydi. Chunki ularda mana bu ichagi borgan sari pastga qarab tushayotgan bo'ladi. Bu esa o'z navbatida bachadon esa ketma-ketlikda siydik yo'lini siqishni boshlaydi. O'sha siydik yo'li pastlagandan keyin mana bu tos suyaklarimizga borgan sari og'irlik beradi, og'rishni boshlaydi. Bizda hattoki orqadagi kristetimizga o'sha pastlab qolgan. O'zi mana bu joyda turishi kerak, lekin u pastlab qolgan. Albatta, u mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, osilib qolyapti. Bu o'sha bachadonni anchagina ezib qo'ygan. Mana bu yerda ham, mana bu yerda o'sha bachadoni ezilib qolgan ayolni, mana bu yerga osilib qolgan, qorin sohasi shunda osilib turadi bunaqangi ayollarni. Bilinib turadi, interitsiyali bo'lgan askalar hisoblanadi. Endi agar mana bu paychalar mana ushlab turibdi, bu qanaqa keladi? To'g'ri ichagimizni yaxshilab quchoqlaydi, undan keyin kelib bachadonimizni quchoqlab oladi, keyin kelib bizani CD yo'limizni quchoqlab oladi. Va bu quchoqlash davrida mana bu yerda bizda juda ham katta nimamiz bo'ladi, mushagimiz bo'ladi, levatrani, mana shu mushagimiz